Eplagan tishlikda eplamagan lalla yeb o'tiradirmida, nimadirda fikrlarni kommentariyada kutib qolaman. Bugun ertalabdan xo'jayinim uyg'otib, adasi tezroq menga go'sht olib kelib bering. Uyda go'sht qolmabdi, ovqat solaman, enamlarga ketaman. Opalarim mehmon kelishibdi desam, xo'jayinim menga qarab turdilar deb, "Tanla, uyga borishing yoki pul beraman, yoki go'sht olib kelaman, sababi yonimda pulim kamroq edi" dedilar. Tushunarli adasi, hamma aybni o'zimni bo'ynimga olaman. Sizga 1-2 kun oldin uyga borishim yoki go'sht qolmaganini ogohlantirib qo'yishim kerak edi dedim-da, ko'zimni qisib sekingina pulni oldim, oshxonaga qarab yugurdim. Pulni olishga olib qo'yding, endi ovqatda amalni ham qiyin dedim-da, nima qilishni o'ylab oxiri koklet qilishni qaror qildim. Xonim qilib qo'ysangiz ham bo'lar deganlar uchun qaytadan unchalik xonim xohlamaydilar, o'shaning uchun og'zimda erib ketadigan, go'shtsiz qilsa ham bo'ladigan kokletlarimni qilishni xohladim. Buning uchun biz grechkani suvga solib, yaxshilab ezilib ketguncha qaynatib olamiz va vivitilgan non, bir dona kartoshka, bitta piyoz va yarim tagina sabzini hammasini birgalikda qilib, yaxshilab misorovkadan chiqarib, ezilib ketgan massamizga bir dona tuxum, 2 qoshiq unni solib, qattiq massaga keltirib, kokletlarimizni ham yasab olamiz. Keyin bo'lsa, birinchi tuxumga va unga qorishtirib, yaxshilab qovurishni boshlaymiz. 2-3 minut tillarang bo'lib qizarguncha qovurib, 5 minutgina ozginagina suv solib qo'yamiz. Yoniga bo'lsa, xohishga ko'ra yoki guruch yoki pyure qilsanglar ham bo'ladi. Ovqatlarimiz ham tayyor bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Uyga borish uchun pul olishi ham va go'shtsiz bo'lsa ham ovqat qilishi eplanmanmi, yo'qmi? Fikringlar men uchun juda ham qiziq. Video yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib qo'ysanglar xursandman.